So'rashmaysizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zigarxon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Yurist, Yurist. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? kosmetolog. Nima sababdan yoshlikda orzuga erisha olmadingiz? Adamlar ruxsat bermaganlari uchun. Kosmetologlik qilib oyiga necha pul topasiz? Hisob kitobi yo'q. Bitta patsient kelsa, bitta protsessi necha pulga aylanadi? 100, 200, balki undan ko'pdir. Qilinadigan muolajaga qarab. Oxirgi marta qimmatbaho nima podarka qildingiz? Tez kunda tug'ilgan kunim. O'shanda qimmatbaho podarka qilmoqchiman. O'zingizga o'zingiz. Yo'q, oilamga, конечно. Ha. O'zimga o'zman. Yaxshi. O'zi yashayotganim o'z podarka. Oxirgi marta eng qimmatbaho olgan sovg'ingiz? Ota-onamdan tilla komplekt. Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz kambag'al bo'lsa ham turmushga chiqaverasizmi? Niyat. Yaxshi niyat qilamiz. Ya'ni tanlamaysiz, peshonangizga nima yozilgan bo'lsa? Nu, taqdir, niyat. Allohdan so'rash kerak. Ikki og'iz maslahatingiz. Xo'p, o'zinglarning ustinglarda ishlashdan to'xtamanglar. Malaka oshirishga ham borish kerak. Chunki ko'p kosmetologlarni ko'raman, bitta направленияda qotib qolishadi. Nu, yengillik qilib turish kerak. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bularni atmetga qilib ketamiz. Xizmatlari kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.